Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Samarqand tumaniga fermer xo'jaliklari dalalarida piyoz ekilgan dalalariga shira va tripsga qarshi Sifat Agro kompaniyasiga keltirilgan Tripsil Ultra preparatini hektariga yarim litrdan rasxod qilish uchun va Bifinfos Ultra 75% preparatimizni hektariga yarim litrdan qo'llash uchun kelyapmiz. Hozir sizlarga dorini tayyorlash, sepish jarayonlarini video davomida sizlarga ko'rsatib boramiz. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Samarqand tumaniga piyoz maydonida uchrayotgan shira va tripsga qarshi dorilarni sepib qo'llash uchun kelganmiz. Bu yerga dorilarimizni Tripsil Ultra preparatini hektariga yarim litrdan rasxod qilib qo'llaymiz va Bifinfos Ultra preparatini hektariga yarim litrdan rasxod qilib qo'llab ketamiz. Sizlarga natijasini 4-5 kunda sizlarga natijasini ko'rsatish uchun yana shu bo'laga kelib video davomida ko'rsatib boramiz. Endi piyoz maydonida tripslarning bugungi kundagi holatini ko'rish uchun qo'lyamizga kiramiz. Bugungi kunda dalamizda mana tripslarimiz bor. Mana trips yo'q deb bo'lmaydi. Mana tripslarimiz piyoz ichiga kirib olgan. Tikkamas piyoz. Harakatini qara. Ha, piyoz chekib ketdi. Endi dorilarni tayyorlab seplish jarayonlarini video davomida sizlarga ko'rsatib boramiz. Aparatimizga 600 litr suv solib 2 gektar maydonga qo'llab ketamiz. 1 litrdan Tripsil Ultra 2 gektar maydonga, 1 litrdan Bifinfos Ultra 2 gektar maydonga qo'llab sizlarga video davomida jarayonlarini ko'rsatib boramiz. 1 gektar maydonga 500 gramdan rasxod qilamiz ikkalasidan. Bifinfos Ultradan 500 gram, Tripsil Ultradan 500 gram. Endi dorilarni eritib yaxshilab satilda tayyorlab olamiz. Har doim dorilarni qo'zg'ab, yaxshilab satilga eritib olib, keyin ovoq aparatimizga solamiz. Mana 1 gektar maydonga yarim litr dori solib sepyapmiz. Satilga tayyorlab olamiz. Mana endi Bifinfos Ultrani hektariga yarim litrdan solib sepamiz. Atdeli satilga yirtib olamiz. Keyin ovoq 600 aparatiga solib 1 gektar maydonga sepamiz.